Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, hurmatli Qur'on shaydolari. Maqomot ilmi bo'yicha boshlagan darslarimizning, silsilaviy darslarimizning bugun ikkinchisi. Gapni cho'zmasdan to'g'ridan to'g'ri, arabcha qilib aytganda mubasharatan, ya'ni to'g'ridan to'g'ri maqsadga o'tamiz va mavzularni birin-ketin yoritamiz. Baholi qudrat Alloh bizga yordamchi bo'lsin. Demak, ikkinchi darsimiz orqali sizlarga anglatmoqchi bo'lgan birinchi mavzuyimiz maqomot ilmi dinda taqiqlanganmi? Yo'q, maqomot ilmi dinda taqiqlanmagan. Faqatgina olimlar o'rtasida, qurrolar o'rtasida. Qurro degani bu qorilar degani o'zbekchasiga. Qorilarning ustoz qorakalarni bizni tilimizda aytganda o'rtalarida ikki xil fikrlash bor. Ba'zi bir taraflari aytadiki, yo'q, Qur'onni ovozsiz, ohang qilmasdan, nola qilmasdan quruq o'zini o'qish kerak deydi. Ba'zi bir taraflari aytadilarki, yo'q, Qur'onni albatta payg'ambar alayhisolamning zayyinul Qur'ana bi aswatikum hadislariga muvofiq o'laroq ovoz bilan bezab o'qish lozim deyishadi. Maqomot ilmini o'rganishimiz kerak, albatta. Mayli, o'rgandik ham deylik, uni chegarasi bormi? Ha, chegarasi bor. Chegarasi tajvid bilan uyg'un bo'lishi, tajvid bilan hamohang bo'lishidadir. Tajvid qoidalarini modom siz buzmas ekansiz, tajvidga amal qilgan holda, tajvid qoidalariga 100% amal qilib, mahrajlarni o'z joyidan chiqarib, maqom bilan uyg'unlashtirib siz Qur'onni o'qir ekansiz, bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Masalan, men Vash-shamsi va duhaha surasini tilovat qilyapman. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Vash-shamsi va duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha. Mana tajvid qoidalariga ham amal qildim, maqomot ilmiga ham, ya'ni maqomga ham amal qildim. Uyg'unlashdi. Endi bo'lishi mumkin. Vash-shamsi va duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha bo'lsa, bu quruq tajvidli, ya'ni mujavvat o'qish bo'lib qoladi. Ammo yana bir tarafi bor. Endi qarang. Faqat maqom ilmiga urg'uni qaratamanda, tajvid ilmiga bepisand bo'lsa, masalan, vash-shamsi va duhaha wal qamari idza talaha. Ko'rdingizmi? Tabiiy madlar cho'zilib ketdi bu yerda. Yoki, masalan, alhamdulillahi robbil alamin degan so'zni tajvidga amal qilib o'qiydigan bo'lsam, alhamdulillahi robbil alamin. Bu to'laqonli tajvidga amal qilinib quruq o'qildi. Endi qarang. Buzib o'qiydigan bo'lsam, faqat tajvidni tashlab, faqat maqom bilan o'qiydigan bo'lsam, alhamdulillahi robbil alamin. Bu endi juda ham beodoblik, ya'ni tajvid ilmini esdan chiqarib maqom ilmiga ya'ni urg'uni berib yuborish, bu albatta Qur'onga behurmatlik hisoblanadi. Endi qarang, shu ikkalovini o'rtasini olamiz. Alhamdulillahi robbil alamin ar-rahmanir rohim. Ko'rdingizmi? Tabiiy madlar ham o'z joyida turibdi, oris madlar ham o'z joyida turibdi, har bir harf ya'ni o'z o'rnida. Ya'ni tajvid ilmi bilan maqomot ilmini bir-biriga uyg'unlashtiramiz va o'qiymiz. Ulamolar ham qorilarni 3 turga bo'lishgan. Tajvid, faqat tajvid bilan o'qiydigan qorilar, ya'ni yuqorida ko'rsatganimizdagi ovozsiz, maqom ilmiga juda ham berilib ketib tajvidni esdan chiqargan qorilar, bu ham bo'lmaydi va o'rtasini tanlagan qorilar, ya'ni mutavassit, vasatiyya yo'lini, o'rta yo'lni tanlagan qorilar tajvidni ham, maqom ilmini ham uyg'unlashtiradi
va sizlarga aytib qo'yayki, qorining mahorati ham aynan mana shu joyda bilinadi. Ya'ni tajvid ilmiga maqomot ilmini uyg'unlashtirish. Hurmatli azizlar, ikkinchi darsimiz o'z nihoyasiga yetib borar ekan, bu darsimiz orqali siz maqomot ilmi dinda taqiqlanganmi, yo'qmi? Buni bildingiz. Tajvid bilan maqomni bir-biriga uyg'unlashtirish kerak ekanligini bilib oldingiz va qorilarning turlarini ham bilib oldingiz. Diqqatli bo'ling. Qur'onda mahoratli bo'lishga harakat qiling. Keyingi darslar orqali ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.